Yangi o'yinchilar birinchi o'yindan shaxtada ko'p pul ishlab topishi mumkin. Bu yerda siz har xil qimmatbaho rudalar topib, siz bozorga olib borib sotishingiz mumkin, ya'ni baroxolkaga olib borib. Va bu yerda sizga yaxshigina oylik shaxtaga borish uchun kartaga GPS deb yozamiz va начальный работani bosamiz va shaxtani tanlaymiz. Shaxta ishiga yetib kelganingizdan so'ng skuterdan tushamiz va lift orqali shaxta tomon yo'l olamiz. Personaj oldiga kelib, strelkani bosamiz va начать работу tugmasini bosamiz. Ishga qabul qilinganingizdan so'ng biz metka tomon kartada metka tomon boramiz. Metkaga yetib kelgandan so'ng o'zi avtomatik tarzda gazlay boshlaydi. Rudani qo'limizga olgandan so'ng kartada metka tomon yugura boshlaymiz. Metkaga kelgandan so'ng bizga mana bitta ruda berdi. MIDI degan bu invertangizda paydo bo'ladi. Qimmat yaxshi narxlarga sotishingiz mumkin. Va bu yerda ham 3 ta uruv mavjud. Neft apparati sotib olsangiz, sizga bu har bir minutiga 4000 so'mdan beradi. Biz sizlarni albatta Rus Mobile 2-serverda kutib qolamiz. Hammaga rahmat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.